Xorazmshoh Alauddin Tekish Raydan Xorazmga qaytgach, ukasi Sultonshoh Mahmud bilan mashg'ul bo'lganidan foydalanib, Sulton To'g'rul 3-birinchi bo'lib shartnomani buzdi va hijriy 589-yil, milodiy 1193-yil bahorida Xorazmshoh qoldirgan bo'linmaga hujum qildi. Ularni qirib tashladi. Ray va Taborakni egalladi. Xorazmshoh qo'mondoni Amir Tamg'ochni o'ldirdi. Rayga hujum qilmoqchi bo'lgan Xorazmshohlar qo'shinini Ray yaqinidagi shiddatli jangda mag'lub etib, ularni ta'qib qildi va ularning yuqori martabali amirlaridan 25 nafarini asirga oldi. Sulton To'g'rulga muvaffaqiyati uchun tabriklar yozildi. Shundan so'ng Sulton To'g'rul Xorazmshohning qarshi hujumini kutib olish uchun Rayda tayyorgarlik ko'ra boshladi. Sulton shu og'ir kunlarda Mo'yiniddin Koshiyni shunchaki gumon bilan hibsga olib, butun mol-mulkini talon-taroj qilish va o'rniga kelgan Faxriddinni yuzlari oqarib ketgan olomon orasida ulug' vazir Nizomul Mulkdek ulug'vor hayot kechirishiga toqat qilib, g'alati hodisalar sodir bo'lishiga qo'yib berdi. Shunisi ayonki, hayotiyligini yo'qotgan davlat tuzilmasini qayta tiklash va jonlantirish endi mumkin emasdi. Qutlug' Inonch Zanjon tomon qochib, u yerdan Xorazmshoh Tekishga maktub yuborib, Sulton To'g'rulga qarshi kurashda yordam berishini so'radi. Xuddi shu mahalda Abbosiy xalifa An-Nosir Xorazmshoh Sulton Tekishga maktub bilan murojaat qildi. U ham Sulton To'g'rul tasarrufidagi viloyatlariga hujum qilganidan shikoyat qilgandi. Xalifa maktub bilan barcha To'g'rul qo'l ostidagi yerlar Xorazmshoh Sulton Tekishga iqto sifatida hadya qilinganligi haqida farmon ham yuborgandi. Ukasi Sultonshoh Mahmud bilan masalasini bartaraf etgach, Iroq Saljuqiylar davlatidagi o'zaro kurashlarda ishtirok etishdan keladigan foydani oldindan sezgan Xorazmshoh Alauddin Tekish shu zahotiyoq qo'shini bilan Sulton To'g'rulni jazolash maqsadida Xorazmdan yo'lga chiqdi. (1194-yil bahorida Simnonda uning qo'shini qatoriga Qutlug' Inonch va uning tarafdorlari Sulton To'g'ruldan yuz o'girgan amirlar kelib qo'shildi. Qutlug' Inonch Xorazmshoh taxti oldiga kelib, yer o'pdi. O'z ahvoli va boshiga qanday falokatlar tushganini so'zlab berdi. Xorazmshoh Alauddin Tekish uni mehribonlik bilan qabul qildi. Iltifot ko'rsatdi. Ochiq qo'l bo'lib, unga yordam berishini va'da qildi. Inonch va uning hamrohlarini serxasham liboslar bilan siylashga buyruq berdi. Xorazmshoh Tekish o'zi kechirgan Qutlug' Inonchni kuchli avangard, ilg'or bo'linma bilan Ray tomon jo'natdi. O'zi esa uning orqasidan harakatlandi. Jang boshlanishi oldidan To'g'rul Xorazmshohning katta hojibi Shahobiddin Mas'uddan maktub oldi. Xatda u Sulton Xorazmshoh Tekish bilan jang qilmaslikka, talabiga yon berishga ko'ndirmoqchi bo'ldi. Katta hojib yozadi: Men Sulton Alauddin Tekishning mamluki bo'lsam-da, uning muruvvati va iltifotidan tarbiya ko'rgan, uning qo'lidagi o'yinchoqman. Bu holat mening senga yaxshi maslahat berishimga monelik qilmaydi. Boshida kalonsuvolik biror jangchi yo'qki, hukmdorlikka bo'lgan huquqing tufayli senga bo'ysunmagan bo'lsin. Axir sening ajdodlaring sultonlar va sultonlarning farzandlari edi. Ularning hokimiyatlari ko'p mamlakatlarga yoyilgan. Ular hamma yerlarni egallagan, juda ko'p yerlar ularning xizmatida edi. Senga Raydan Sovaga chekinishni va o'sha yerda qolishni, Sulton Alauddin Tekish bilan sulh tuzishni maslahat beraman. Biz esa sen bilan uning o'rtasida vositachilik qilamiz.
Uning eng katta talabi sening raydan chiqib ketishingdir. Bu shuning uchun kerakki, kofir hukmdorlar mulk al-kuffor nazarida o'z mamlakatida uning nufuzi va sharafi barqarorligini, odamlar bilan ray unga tegishli ekanligini ular biladi. Lekin shahardan uning odamlari quvib chiqarilgan va boshqalar egallab turibdi. Uning shundan boshqa hech qanday maqsadi yo'q. Agar uning foydasiga raydan voz kechsang, u qanoat hosil qilib, rayda o'g'lini qoldirib, yana Xorazmga qaytib ketadi. Agar uning o'g'li rayda qolsa, sening hukmingda bo'ladi. Buyrug'ingga bo'ysunadi. Taqiqlagan ishlaringni qilmaydi. Demak, sulton qon to'kmasdan o'z ixtiyori bilan qaytganday bo'ladi. Hammasi qanday bo'lsa, shundayligicha qoladi. Sulton To'g'rul 3 bu maktubni olgach, amirlari bilan maslahatlashdi. Amir Nuriddin Qora esa sultonga shunday deydi: "Bu to'g'ri fikr. Biz shunday qilishimiz, Sovaga otlanishimiz. Isfahon va Zanjondan qo'shinlarimiz yetib kelguncha o'sha yerda qolishimiz kerak. Agar Xorazmshoh Alauddin Tekish bizni ta'qib qilsa, Sova bilan Mushkuya orasidagi tor dara ro'parasida uning oldini to'sib chiqamiz va unga qarshilik ko'rsatamiz. Agar bu ham bo'lmasa, Isfahon tomonga ketamiz. Agar u bizga Isfahonda ham hujum qilsa, Hamadonga qaytib kelamiz. U o'z mamlakatini tashlab ketolmaydi va orqamizdan shaharma-shahar ergashib yura olmaydi. Shunda biz musulmonlar foydasiga ular bilan sulh tuzishimiz mumkin." Sulton To'g'rul jang qilish uchun raydan yo'lga chiqdi. Sulton To'g'rul 3 farsakh narida jangovar tartibda askarlari bilan kutib turgan paytda Qutlug' Inonch otliq askarlari ko'rinishi bilan nisbatan kamsonli bo'lgan ilg'or qo'shinlarini bir zarbada tormor etish maqsadida umumiy hujum buyrug'ini berdi. O'zi esa qo'lida og'ir gurzi tutgan holda ot ustida oldinga tashlandi. Ammo o'zi shunday ishonch bilan tashkil etgan va tartibga solgan qo'shini hujumga o'tish o'rniga so'nggi daqiqada uni yolg'iz qoldirishdan o'zini tiymadi. 60 g'ulomi bilan jang maydonida qoldi. Sulton To'g'rul o'rab olingan edi. U katta jasorat va qat'iyat bilan deyarli yolg'iz o'zi jang qildi. Jang to'qnashuvida ko'zidan yaralanishi oqibatida oti bilan birga yiqilib tushgunicha taslim bo'lmadi. Ana shu yarasi sababli u otidan yiqildi. Qutlug' Inonch otda uning yoniga keldi. To'g'rul unga qarab shunday dedi: "O Mahmud, meni ko'tar va bu yerdan olib ket. Shunday qilsang, senga ham, menga ham yaxshi bo'ladi." Ammo Qutlug' Inonch To'g'rulning boshini kesdi. Qutlug' Inonch Sulton To'g'rulning boshini Xorazmshoh Sulton Tekishga olib bordi. Biroq Sulton Tekish og'izda bo'lsa ham Qutlug' Inonchning bu ishini ma'qullamadi va "Uni tirik tutib kelganingda men uchun ko'ngilli va yaxshi ish bo'lardi. Afsus, unga qismat boshqacha hukm chiqargan ekan" dedi. Xorazmshoh Alauddin Tekish Sulton To'g'rul boshini Bag'dodga jo'natdi. Bu yerda u bir necha kun davomida Nubiylar darvozasi yonida namoyish qilindi. Sultonning jasadi esa Ray shahri bozorida dorga osib qo'yildi. Hijriy 590, milodiy 1194-yilda Iroq Saljuqiylar davlatining so'nggi hukmdori ham shunday fojiali tarzda va yillar davomida fojiali manzaralarga to'la bu davlat bilan birga g'oyib bo'ldi. Sulton To'g'rul 3 so'nggi Saljuq hukmdori o'ldirilganda Saljuqiylar naslining qip-qizil cho'g'ga aylangan ko'miridan yolg'iz kul qoldi. Uni ham shamol ko'kki sovurdi deb yozgandi tarixchi Sadriddin al-Husayni. Sulton To'g'rul o'limidan keyin va rayni to'liq egallagan Sulton Alauddin Tekish Hijriy 590-yil Rajab oyining 4-kuni
Milodiy 1194-yil 25-26 iyunda Iroq Saljuqiylar davlatining poytaxti Hamadonga keldi. Bu safar yangi hukmdorning atrofini o'rab turgan Iroq amirlarining ma'qullashlari orasida Xorazmshoh Sulton Tekish Iroq taxtiga o'tirdi. Shu tariqa Hamadonni va Iroq ajamning ko'p qismini egalladi.